oyim bilan birga hech bunaqangi suhbat bo'lmagandi. Ota-onaning qo'lida bola kitob ko'rsa kitob o'qiydi. Telefon ko'rsa telefon ko'radi. Hozirgi paytda ilm o'qiydigan yoshni tarbiyalash juda qiyin. Nima uchun desa, ota-onamdan ham misol qilib ayta olaman. Ilm bo'yicha o'rnak bo'lmas ekansiz, bolangiz ilmga qiziqmaydi. Men xo'jayinim bizlarda narsa olinmaydi, oylik olsalar ham bir sumka kitob ko'tarib kelinadi. O'g'limda ham shu xarakter bor. O'zi aslida boylik u insonni o'zgartirmadi, shunchaki uni yuzidagi niqobini yechdi xolos. Ajrimlarga nima sabab bo'lmoqda hozirgi kunda sizning fikringizga ko'ra? Kutuvlar. Insonlarni bir-biridagi kutuvlar. Qizim maqtash ma'nosida aytayotganim, o'zim maqtash ma'nosida aytayotganim yo'q. Hamma onalarga bu yerdan turib aytadiganim, qizingizga ham, o'g'lingizga ham o'rnak bo'la oling. Agar ilmni pora bilan o'qiydigan bo'lsa, men o'qitmayman bolamni degandilar. O'g'limni ovqatlantirish uchun etajlarda yurardim men. Men o'zi aslida banker bo'lmoqchi bo'lganman. Yoshligimdan o'yinga nisbatan qiziqishim bo'lmagan. Futbolga, kompyuter o'ynashga yoki bo'lmasa boshqa narsaga bolalar darsdan qochib ketadigan bo'lsa, bizda tug'ma unaqa xarakterim yo'q. Uni o'yin kulgiga qiziqishim bo'lmagan. Onam shunday tikka qilib qaraganlarni ko'rmaganmizda, o'shanaqa oilada katta bo'lganimdan faxrlanaman. Farzandlarimga ota-onaga qanday xizmat qilish, qadriyat, urf-odat, silay rahim nimaligini o'rgatishim uchun ham vatanga qaytishim kerak. Joy kelganda onam, joy kelganda opam, akam, hamma narsaga turmush o'rtog'imda. Imom Buxoriyni ilmi bizgacha yetib kelishiga eng katta sabablardan biri albatta ilmi bo'lsa, ikkinchisi kichkina sabablardan biri uni boyligi. O'g'limga gard yuqtirmayman-da. Birov ham gard yuqtirishni yomon ko'raman. Masalan, hamma bir kamchiligi bo'lishi mumkin, lekin o'sha kamchiligi ham menga fazilatda. Men oldinda birortasi qolmayman, ilm olaman va ilm bo'yicha chet elda yashayman desam roziman. To'g'risi. Nima uchun deyiladigan bo'lsa, farzandlarimni xotirjam va o'zini hayotida baxtli yashashi men uchun muhimroq. Men oldimda o'zi xohlamagan hayot yashagandan ko'ra. Qizim hozir ham aytadi, "Ona, siz akam ko'proq yaxshi ko'rasiz" deydi. Lekin men ikkalasini ham yaxshi ko'raman. Uyda un yo'q, cho'ntakda pul yo'q. Oyimning dastidan otamga kun yo'q. Bu birinchi yodlagan she'rim. O'g'lim ham qizim ham beshikda yotganda ham borib, uxlayotganda ham qulog'imni qo'yib turardim. Nafas olyaptimi deb. Bo'lajak turmush o'rtog'i erini oilasidagi ayollarga munosabatiga qarasin. Onasiga munosabatini, opasiga, singlisiga, oila a'zosidagi yaqin insonlariga. Chunki kun keladi, xuddi shu bilan u ham ko'radi. Alloh suygan bandasiga sinov beradi ona deydi. Boshiga bir ish kelsa, shu bilan o'tib ketadi. O'zim ham xatodan xoli emasman. Xato menga ham xos. Men ham xato qilaman. Mendan tepadagilar men xatolarimni kechiryaptimi? Mendan keyingilarning xatosini men ham kechirishim kerak degan tushuncha bor. Farzandini hamma narsasini ota-onam boshqarishim kerak deb o'ylaydi.